Samarqandda nozik mehmonlar uchun premium restoran borligini bilarmidingiz? Bu restoran Samarqanddagi eng premium va eng tinch restoranlardan biri bo'lib, bu yerga nozik mehmonlaringiz va ayniqsa oilaviy kelib ovqatlanish uchun eng yaxshi joylardan biri hisoblanadi. Restoranning atmosferasini ko'rib, o'zingizni Yevropa yoki boshqa davlatga tushib qolgandek his qilasiz. Stolga o'tirishingiz bilan sizni o'zlarining maxsus nonlari va firmini saryog'ini komplement sifatida taqdim etishadi. Restoranda hozirda trendda bo'lgan baqlajonli milfey salati va qovoqli kremli suplarni maromada yetkazib tayyorlashadi. Undan tashqari firmini badr choylari ham menga juda yoqdi. Pizzalarning ta'mi ham haqiqiy italyancha ta'm bo'lishi uchun maxsus Italiyadan keltirilgan pechda pishirishar ekan. Badr restoranda issiq choylardan tashqari muzdek kokteyllarni ham har xil ta'mlarini tatib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asosiy taomlardan biri bo'lgan steak tibon va pechda pishirilgan lasoslarning ta'mi ham juda o'zgacha, ayniqsa o'zlarining maxsus souslari bilan. Albatta shuncha ovqatdan keyin restoranning desertlarini ta'mini ko'rib ketmaslik mumkin emas. Bu restoranning manzili Yoshlar markazida joylashgan Zarafshon mehmonxonasining yonginasida joylashgan Badr restorani.